Qum yer sharidagi bir xil alohida modda. Taklimakan qumluqi bo'lsa, dunyodagi ikkinchi ko'chma qumluq. Taklimakan qumluqining shakllanishi nihoyat uzun tarixiy jarayon. Taklimakan qumluqi va Tarim uymonliqi aslida bir dengiz bo'lib, keyin yer qatlamining qattiq harakati, dengiz ostidagi yanartog'ning portlashi sababidan dengiz ham quruqlikning ko'chishini keltirib chiqargan. Shuning bilan bu zamin uch taraf tog' bilan qo'rshalgan o'ymonliq bo'lib qolgan. Tog'lar Hind okeanidan kelgan nam havoni to'sib olg'achqa, bu yerdagi namlik ko'tarilib, bara-bara hozirgi Taklimakanning qurg'oq bo'yidan shakllantirgan. Aslidagi munda Tarim o'ymonliqimi ko'z yetkisiz qum dengiziga aylanib ketgan. Uzoq tarixga Uyg'urlar Taklimakanni quchoqlab yotgan Tarim o'ymonliqining atrofidagi bo'stonliqlarda yashash jarayonida o'zining qaysar xarakterini yetildirgan. Esil madaniyat durdanlarini yaratgan. Demak, Uyg'urlarning ruhiyati ana shu qumliqning ruhiyati bilan giralishib ketgan. Bizning yiltizimiz shu Taklimakanning eng cho'nqur qatlamlariga tomir yaygan. Demak, qumluq ostida saqlanib turgan ruhiyatimizni biz chaqiryapmiz. Ruhiyatimiz bizni chaqiryapti. Taklimakanning qumdanchilari mikroskop ostida bizni hayron qoldirdi. U aslida bir xil qimmatli go'har. Taklimakanga dumlangan qadimiy ruhning chaqnishidan o'yabqi chiqqan qatma qumdan iborat bu yangi san'at shakli qandaqmi qaragan kishini jalb qilmay qolmasin? Shu har bir qatma qum rasmi biz uchun qimmatli go'hardir.